Yoshlikda pul sizga shunchaki hayotdan zavqlanish vositasidek tuyuladi. Topganingizni sarflaysiz, xohlaganingizni olasiz. Bu hayotga bir marta kelaman degan fikringiz ham bor, to'g'rimi? To'g'ridek tuyulishi mumkin, lekin muammo shundaki, aynan shu fikr bilan yashab odamlar juda ham qimmat xatolarga yo'l qo'yishadi. Shunaqa xatolar borki, ular nafaqat sizni bankrot qiladi, balki uzoq yillar qarz bilan yashashga majbur qiladi. Kimnidir topishi yomon emas, lekin oydan oyga baribir zo'rg'a yashaydi. Boshqasini daromadi ancha kam, lekin u allaqachon kvartira olyapti, pulini jamg'aryapti va o'zini xotirjam his qilyapti. Eng qizig'i shundaki, bularni o'rtasidagi farq aslida daromadini katta yoki kichkinalikda emas. Farqi ular har kuni qabul qilayotgan qarorlarida. Ko'pincha shu qarorlar sizni kelajagingizni sekin yeb tashlayotganini o'zingiz ham sezmay qolasiz. Shuning uchun bugun men hayotingiz davomida qilishingiz mumkin bo'lgan eng yomon 5 ta investitsiyani tushuntirib o'tmoqchiman. Assalomu alaykum, men Asror Samatov, 7 yillik tajribaga ega investorman. Shu kungacha 500 yaqin investorlarni shogird qilib chiqazganman. Bu videoda odamlar millionlab pullarini, vaqtlarini, energiyalarini yo'qotishga sabab bo'layotgan 5 ta investitsiya turlarini ko'rib chiqamiz. Yaxshiroq joylashib oling, biz boshladik. Birinchisi, boshqalarning maqtovini sotib olish uchun pul sarflash. Bu shunaqa narsaki, sizga kerakli bo'lgan narsani emas, boshqalarga yaxshi taassurot qoldirishingiz uchun sotib olasiz. Masalan, kambag'al ko'rinmaslik uchun kreditga iPhone sotib olish yoki o'sha iPhone bilan kimgadir o'zingizni kimdirligingizni isbotlab qo'yish. Hamma hurmat qilsin deb qarzga qimmat kiyimlarni sotib olish yoki faqat Instagram storylar uchun qilingan sayohatlar. Bitta muhim narsani tushunishimiz kerak. Bu holatda siz hurmatni qilgan ishlaringiz uchun emas, shunchaki siz sotib olgan qimmatbaho narsalaringiz uchun sotib olasiz. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlar hayotida buni baxt deb ko'rsatishadi. Aslida bu xaridlaringiz sizga hech qachon baxt olib kelmaydi. Ular sizni o'ziga teskarisiga qaram qiladi. O'zingiz uchun emas, siz boshqalarni hayron qoldirish uchun yashashni boshlaysiz. Bir marta chiroyli obrazni ko'rsatdingizmi? Marhamat. Endi hayotingiz davomida shu kartinkani ushlab qolishingiz kerak bo'ladi. Eng yomoni ne deymi sizlarga? Bu odamlarga siz umuman qiziqmassiz. Natijada juda ham qiziq paradoks paydo bo'ladi. Qanchalik pulingiz kam bo'lsa, shunchalik boy ko'rinishga ehtiyojingiz yana ham kuchliroq bo'laveradi. Bitta muhim haqiqat bor, uni yaxshilab tushunib yetishingiz kerak. Boy ko'rinishga sarflagan pulingiz sizni yana ham qashshoqroq ko'rinishga olib keladi. Ikkinchisi, kelajagi yo'q munosabatlarga pul va hayotingizni sarflash. Bu gapimiz faqat romantika haqida emas. Do'stlik ham, tanish bilish ham, ishdagi aloqalar ham shuni ichiga kiradi. Ba'zan insonlar atrofida energiyani shunchaki so'rib oladigan, oldinga yurishga to'sqinlik qiladigan, lekin odat bo'lib qolgan munosabatlar yuradi. Masalan, kimnidir umuman tugamaydigan nolishlarni qayta tinglash yoki sizni maqsadlaringizni umuman tushunmaydigan, hattoki sizni chalg'itadigan do'stlar bilan aloqani qurish. Bu narsalar sizga sezilmaydi, lekin eng qimmat resurslaringiz, energiyangiz, vaqtingizni sekin-sekin yeb boradi. Munosabatlarning eng asosiy ikkita turi bor. Birinchisi bu aktiv, buni ichiga siz bilan birga o'sadigan insonlar kiradi. Ikkinchisi passiv, bunda sizni quvvatdan ayiradigan insonlar kiradi. Shuni tan olishimiz kerak, kelajagi yo'q munosabatlar bu eng yomon investitsiya. Ular foyda bermaydi, faqat sizga zararni ko'paytirishadi. Uchinchisi qattiq hype bo'lgan aktivlar. Buni ichiga har xil mem coinlar, bir paytlar mashhur bo'lgan NFTlar kiradi. Yaqinda xuddi shunga o'xshagan misollar ko'rdik. Bu Donald Trampning tangasi. Bunda Donald Tramp nima qildi? Tangasini chiqazdi va hamma internet tarmoqlarida bu narsani juda ham maqtab, hammaga shov-shuv qilib ko'rsatib berdi. Va qarabsizki, bunga odamlar ishonchi juda ham yuqori bo'ldi va shunda internetdagi treyderlar, internetdagi investorlar bu hype'ga qo'shilib hammani jalb qilishni boshladi. Va qarabsizki, butun dunyodagi insonlar, umuman kriptovalyuta sohasida xabari yo'q insonlar ham to'g'ridan to'g'ri shu sohaga kirib keldi va o'sha tangani sotib olishga harakat qildi. Ya'ni shu joyda hamma hype'ga berildi va tangani narxini juda ham yuqoriga ko'tarilib ketadi degan shov-shuvlarga ishonib, hype'ga ishonib xarid qilish boshlandi. Va shu joyda o'zimga ham juda ham ko'p insonlar aloqaga chiqishgan. Mana shu tangani men sotib olsam bo'ladimi deb so'rashgan. U insonlarda vaholanki umuman bu yo'nalishda, bu sferada bilim nolga tengiydi. Shu insonlar ham hattoki o'sha tangani sotib olishga hype'ga berilib kirishgan. Isroil aka, mana shu hype'larni qanaqa qilib oldindan bir sezsa bo'ladi? Biroq qanaqadir o'zini belgilari bormi? Hype bo'layotganini sezsa bo'ladi. Stepen'da shunaqa bo'lgan. Stepen krossovkalar eshitgan bo'lsangiz. Unda hype qanaqa bo'lgan? Bu krossovka endi birinchi krossovka, birinchi tangi, yangi loyiha chiqdi deb turib hype qilish boshlanganda, butun internetda
Anu hamma gapirishni boshladimi? Men bunaqa bo'lib ketar ekan deyishni boshladim. Bilavering, u hayp. U narsa bo'lib ketishi katta ehtimol bilan bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladi, ozgina shov-shuv bo'ladi. O'sha oxirida kirgan insonlar yiqilishi uchun. Shunaqa narsa bo'ladi. Mana Stephen deb loyiha aytayapman, Stephenni otganim. U ham shunaqa narsa bo'lgan, ko'tarilgan, hayp bo'lgan, yaxshigina hayp bo'lgan. Odamlar nima deb tashlagan, mana kuniga $10,000 yugurib ishlayapman, boshqa narsa bo'lyapti degan. Endi u loyihada to'g'risi boshida biz o'zimiz ham kirganmiz, birinchilardan bo'lib. Boshida kirganmiz, yaxshi narsa bo'lgani, lekin oxirida qulash bo'lgan. Haypni shundan bilsangiz bo'ladi, xullas aytmoqchi bo'lganim, shov-shuv boshlanadi o'zi. Mana bunaqa bo'lar ekan, bunaqa bo'lar ekan, vohma bo'ladi. Siz ko'proq pul topishingiz, shunaqa shovqinlar yetib keladi. Umuman bilmagan odamgacha yetib bordimi o'sha hayp? Trump ko'yini shunaqa bo'lib ketdi-yu. Menda umuman tanimaydigan bir odamlar menga aloqaga chiqib turib, o'shanda shunaqa dedi. Trump ko'yini bor ekanini sotib olsam bo'ladimi? Nimaga sotib olasan uni? Nimaga sotib olasan? Sen o'zi bilmaydi. O $200 bo'lar ekan, $500 bo'lar ekan deyapti. Tushundingizmi? O'sha haypga berilish o'shanaqa bo'ladi. Ana o'sha joyda keyin maksimumda sotib oladi unaqa insonlar. Bu yoqda hayp qilgan insonlar boshida chiqib o'sha joyda ularga sotib, topshirib chiqib ketadi. Mana marhamat, yeb qo'ydingiz, xush kelibsiz. Shu bilan bo'ldi, tugaydi. Qarabsizki, keyin bu sfera unaqa ekan boshlanadi. 4-chi, bu eng yomoni o'zingiz tushunmaydigan kompaniya yoki mahsulotga investitsiya qilishingiz. Eng xavflisi ham shu. Bu o'zi qanaqa biznes, qanaqa modelda ishlaydi, kelajagi qanaqa degan savollarni berishingiz kerak. Eng katta xatolardan biri shu joyda. Mendan juda ham ko'p insonlar so'raydi, qaysi brokerdan men kompaniya aksiyalarini sotib olsam bo'ladi? Yo'q, u insonlar sotib olsa bo'lmaydi, chunki u insonlar o'sha kompaniyani biznes modelini bilmaydi, qaysi kompaniyani sotib olish mumkinligini bilmaydi. Shunchaki platformani o'zini bilgan bilan, shunchaki birjani o'zini bilgan bilan bu eng katta noto'g'ri investitsiya hisoblanadi. Chunki u joyda umuman bu kompaniya haqida, sotib olmoqchi bo'lgan kompaniyasi haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumoti yo'q bo'ladi. Agar siz ham xato qilib, xohlagan kompaniyangizga to'g'ridan to'g'ri investitsiya qilmasdan to'g'ri bilimni olib investitsiya qilishni xohlasangiz, men sizlar uchun mana shu joyda video chiqazib qo'yaman. Bu video darslikda siz bemalol $100 dan boshlab kompaniyalarga bemalol investitsiya qilishni o'rganib olsanglar bo'ladi. Va kompaniyalar haqida to'liq ma'lumotni aynan shu video orqali bilib olsanglar bo'ladi. Nafaqat kompaniyalar, o'zi umuman siz nimadir ish qilmoqchimisiz? Qilmoqchi bo'lgan ishingizda siz mutaxassisidan qanaqadir bilim olmasdan turib, bilmasdan turib, u yo'nalishga, u sohaga investitsiya qilmang. 5-chi va eng oxirgisi, sizni o'sishingizga sabab bo'lmaydigan narsalarni o'rganish. Bizda cheklangan resurslarimiz bor. Ya'ni eng kattasi vaqtimiz, energiyamiz va pulimiz. Shu narsada ko'pchilik xato qiladi. Misol uchun siz bilim olmoqchisiz va o'sishingiz uchun harakat qilmoqchisiz. Aynan qanaqadir yo'nalish tanladingiz. Deylik, investitsiya yo'nalishini tanladingiz. Investitsiya yo'nalishini tanladingizda, hattoki sizga keraksiz bilim ham bu vaqtingizni sarflashga kirib qoladi. Ya'ni nima demoqchiman? Siz investitsiya yo'nalishini tanladingiz va siz nima qilishingiz kerak? Investitsiya yo'nalishida bilimingizni oshirishga harakat qilishingiz kerak. Misol uchun sarmoyalar qanaqa qilinadi, pul qanaqa tejaladi, moliyaviy savodxonlik, aynan sizni o'zingizni yo'nalishingizga kerak bo'lgan kitoblarni o'qishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni yo'nalishingizga kerak bo'lgan podkastlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib siz vaqtingizni shunga bag'ishlashingiz kerak bo'ladi. Teskarisi bu vaqtingizni sarflaydigan narsa nima bo'ladi? Siz investitsiya yo'nalishiga kirdingizda adabiyot kitobini o'qib o'tiribsiz. Ya'ni bu joyda siz o'sishingiz uchun o'z aslida o'zingizni sohangizdan kelib chiqqan yo'nalishda, misol uchun o'sha aytganimdek investitsiyami, investitsiyaga oid bo'lgan kitoblarni o'qishni misol uchun tavsiya qilishim mumkin. Ya'ni shu joyda tezroq o'sishingiz uchun siz nima qilishingiz kerak? O'zingizni yo'nalishingizdagi kitoblarni saralashingiz, o'zingizni yo'nalishingizdagi kinolar ko'rishingiz, o'zingizni yo'nalishingizdagi podkastlar eshitishingiz mumkin, o'zingizni yo'nalishingizdagi audio kitoblar, xullas o'zingizni yo'nalishingizda networkinglar, shunaqa narsalar qilish kerak bo'ladi, ya'ni o'sishingiz uchun. Agar siz vaqtingizni bu narsalarga emas deb boshqacharoq narsalarga sarflaydigan bo'lsangiz, faqatgina kitob o'qishdan emas gap. Boshqa narsalar, misol uchun siz podkast ko'rishingiz kerak, o'zingizga kerakli ma'lumotni olishingiz uchun va siz qarabsizki, bu joyda umuman boshqa mavzuda, kimnidir hayoti haqidagi mavzusida, misol uchun siz podkast ko'rib o'tiribsiz. Aynan sizga psixologiya misol uchun bo'yicha bo'lishi mumkin, sizga bu narsani foydasi tegmay qoladi. O'shaning uchun har doim siz o'zingizni yo'nalishingizni tanladingizmi, aynan o'sha yo'nalish bo'yicha
harakatga tushishingiz kerak bo'ladi. Bu sizni vaqtingizni tejaydi, energiyangizni tejaydi va keraksiz pullaringizni xarajatlardan tejaydi. Ya'ni siz har xil narsaga pulingizni sarflamaysiz, aynan o'zingizga kerak bo'lgan narsalarni olishni boshlaysiz va qarabsizki, aynan shu yo'nalishda o'sishni boshlaysiz. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosinglar, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va aynan shu video kimga kerakligini bilsanglar, albatta jo'natib qo'yinglar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha.